Masalan, yuridik shaxslarga najdarlangan kreditlarimiz bor. Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarimiz bor bu yerda. Va o'sha imtiyoz kreditlarni berish natijasida shu sizlarni daromadlaringizni oshirish maqsadi yoki mana ishsizlarni ish bilan band qilish, doimiy ishga joylashtirish, yirik tadbirkorlarni masalan bir muammosini kredit berish maqsadida o'shalarga ish o'rinlarini ochib, o'shalar bilan sizlarda mana shu mahallada ishsizlar bor, to'g'rimi? Kambag'allar bor. O'shalarni daromadini oshirib, ishga joylashtirish maqsadimiz shu. Shuning uchun hozir masalan kimda qandaydir bir kredit olmoqchimi, bankka taalluqli masalalarni bir aytsalaringiz, ko'rib gaplashib, o'shalar yozib borib, shug'ullanib, qo'limizdan kelgancha yordamni qilamiz. Hozirgi kunda masalan aholiga mana oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit ajratilyapti va hokim yordamchisi ham xabari bor. O'sha masala bo'yicha oldin boshqa mahallalar beraydi, mikrokreditlar har bank beradi. Bugungi kunda o'sha kreditlar o'zimizga o'tdi yana agrobankka. Bizlarga o'sha birinchi sektorda 18 ta, ikkinchi sektorda bitta mahalla 19 ta mahalla o'ttirilgan bizga. O'sha mahallalarda kim ta'minotni qilmoqchi, kim kredit olmoqchi, o'sha muammolarni bizlar o'zimiz kuzatishamiz va hokimlardan birgalikda. Hozir oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kim kredit olmoqchi bo'lsa, o'zi uyda o'tirgan joyida arizasini tashlaydi. Bu qolgan jarayonda mana hokim yordamchisi, bank keyin sizlar faqatgina ta'minotchini tanlaysizlar. Ta'minotchilar o'sha marketplace degan bir ta'minotchilar bazasi bor, to'g'rimi? O'sha bazadan ko'ra sizlarga qanaqa o'rinda necha hammasi bor mahsulotini chiqaradi, to'g'rimi? O'shandan ko'rib qaysi nima mahsuloti yoqsa, o'sha bilan uni ham shartnoma tuziladi, to'g'rimi? Onlayn tuziladi. Onlayn shartnoma tuzasizlar. O'shandan keyin bu shartnoma imzolanadi. Imzolangandan keyin u ta'minotchilik ko'ringandan keyin markalarni olib kelib o'zi beradi. Burada resmen murojaatlar ishlayman. Endi xalqla ishlashamizda. Shu xalqni olib beramiz. Shu endi remont qilsam, masalan shu kredit olsam, kreditni qo'lga naqd bera oladimi? Masalan 40 million, 20 million, 100 million uy remontiga shu masala naqd qo'limga berganda boshqacha edi, o'zim qilaydim. Yo'qsa men bunday bo'lmasa kerak, bir firma suratga o'tkazib bersa kerak bular. Yana bir o'rganamiz deb shu so'rayapti. Naqd bera olasizmi? Masalan bir insonni uyini remont qilish kerak. U kredit olmoqchi. Ya bu naqd pulda berilmay ipoteka kredit bu. Ipoteka kredit bank uzmanlari. Bu uyda haqiqatan birinchi o'rinda olayotgan bo'lsak, o'sha uyda remontiga olinayotgan kreditni bunisi bo'lish kerak. Kadastr hujjati bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Keyin o'sha kadastr hujjatida ham